Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar. Bugungi ishlarni obzor qilib o'tamiz. Mana oldimizda Cherry Tiggo mashinasi. Buni biz keramika qilyapmiz. Hozir polirovka qilish jarayonini ko'ryapsizlar. Demak, 3 sloy yaxshi polirovka bo'ladi. Bu nemetskiy polirovka bilan ketidan 2 sloy keramika uriladi. Buni hammasini xudo xolasa finish bo'lganda ko'rsatamiz alohida. Videolarni kuzatib boringlar. Garantiya beriladi hamma xizmatlarimizga. Faqat bizani o'sha ustalarimizning aytgan tavsiyalari bo'yicha uxud qilsanglar, mashinaga qarasanglar, shunda o'sha garantiya saqlanib, mashinangizga berilgan garantiya muddati bilan xizmat qiladi. Mana bu yoqda Neoline radarlari ham bor. Men kontaktni opisaniyada kontaktlar, aloqa kontaktlarini qoldiraman. Xudo xolasa bemalol murojaat qilasizlar. Endi bu yoqda mana Cherry BYD Chazor mashinasini ko'ryapmiz. Bu yoqda mana 100 talik krugovoy tonirovka tortiladi va shaffof plyonka tortiladi. Hozir mana tayyorlash jarayonini kuzatyapsizlar. Kanalga obuna bo'linglar, like bosinglar, podelitsa qilinglar. Xudo xolasa qiziqarli videolarni biz sizlarga namoyish qilib boraveramiz. Mana bu yoqda Malibu'imiz ham xudo xolasa keramika bo'ladi. Bir kunda bular ishlarni ketma-ket qilib bularni ham namoyish qilamiz. Mana oldi mordasi bron bo'lgan, chiroyli mana bunaqa bron bo'lgan. Xudo xolasa bronlarni ham tortamiz. Kuzatib boringlar, like bosinglar, obuna bo'linglar. Omon bo'linglar.